Buxoro shahridan Sharq 1 bozorcha atrofidan bir xonalik 6-qavatda joylashgan mansarda sotilyapti. 6 qavatli g'ishtlik dom, oxirgi etaj. Kadastrda 45 kvadrat deyaptilar. Srochna sotilyapti, arzon narxda, pul kerak bo'lganligi sababli sotyaptilar. Bu asosiy xonasi, kattagina xonasini o'zi. Plus balkoni bor. Oyoq taglari ilonib qilib bo'rilgan, eshiklari MDF eshiklardan. Salon-zulumimiz ko'rinishi to'liq kafelar bilan ta'mirlab qo'yilgan, unitas va rakonlar. Akkuratni holatda saqlangan, plus suvni bosimini yetkazib beradigan shimga moslamasi o'rnatib qo'yganlar. Bu tomonda oshxona qismi, oshxonasining o'zi ham kattagina, kux mebel garniturasi, gazli plitalari qolar ekan. Bu yoqda balkoncha deb o'tdik, derazasi katta qaragan, pardalar jaluzi qilib qo'yganlar. Mana shu bir xona kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil aytib o'tganimizda Sharq 1 bozorcha, 6 qavatli g'ishtlik dom, 6-qavati mansarda. Narxi $17,500. Barakasi uchun bir nima o'tib berar ekanlar. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar qadrli obunachilar, srochna sotilyapti. Bir xona, korobka, uy ham yo'q bu narxda, esingizdan chiqmasin. E'tiboringiz uchun rahmat.